NR28 tryoxodovoyga keladigan bo'lsak, ba'zi savollar kelib chiqyapti. Chunki ko'pincha strelkasini ko'rib tryoxodovoy noto'g'ri joyga ustanovka bo'lyapti. Aslida ikki xil tryoxodovoy bor. Tryoxodovoy NR28 shu kabi strelkali va NR29 asosan teplый pol smesiteliga ishlaydigan tryoxodovoyimiz. Bu NR28 o'zini spetsialniy termostatik kallasi bilan va nasnoy kolbasi bilan bor va NR29 aynan bu termostatik kalla ichida joylashgan varianti bor. Kelinglar birinchi bu qanaqa ishlashini tushuntiraylik. Bu NR28, ya'ni strelkasi ikki tarafga belgilangan va shu joyda adashishlar juda ko'p bo'lyapti. Bularni qo'yish joylari bor va uni ishlash sabablari bor, ishlash qoidalari bor va hokazo. Eng zo'ri sizlarga chizib ko'rsatganim ma'qulroq bo'ladi. Hozirgi paytda xatolik bo'layotgan variantini chizaman. Bu o'zini termostatik kallasi deylik. Ikkita joyga strelka berilgan, bu joyiga va bu joyiga. Keyin biz nima qilyapmiz? Nasos qo'yamiz. O'zi tryoxodovoy smesitelniy klapanlarga shu kabi teriladi. To'g'ri, lekin buni ishlash qoidasi sal boshqacha NR28. Keyin biz bu yerda obratkasi ketyapti. Obratkasiga ulab qo'yamiz. Shu kabi qilib. Bu obratka, bu podacha. Aslida bu tryoxodovoy smesitelniy qilib ishlash uchun, buni to'g'ri qo'yish uchun buni obratkaga qo'yiladi. Chunki buni ishlayotganda bu yerdan ketayotgan potokni bu liniyani yopib qo'yib, obratkaga yuboradigan tryoxodovoy hisoblanadi, ya'ni zonalniy tryoxodovoy hisoblanadi. Biz bu yoqqa termogolovka berib qo'yamiz, o'zini kolbasini. Bu kolba kerakli haroratga yetgandan keyin buni nima qilyapti? Nasos liniyasini o'chirib qo'yapti. Nasos liniyasini bilsanglar, tryoxodovoy hech qachon o'chirmash kerak. Tryoxodovoy smesitelniy klapanlar podachani faqat yopadi-da, bu tarafni ochib qo'yib, faqat bunaqasiga aylanadi. Qachonki yana harorat tushsa, bu liniyani ochib qo'yib, aralashuv hosil qiladi, ya'ni podacha bilan obratkani aralashtirib, kerakli harorat yig'ib bo'lgandan keyin yana bu liniyani yopadi. Bu tryoxodovoy NR28 nasos yopib qo'yadi. O'shaning uchun buni hozir to'g'ri ishlatilish, to'g'ri qo'yiladigan, montaj qiladigan joyini boshidan chizib o'taman. Agar shu ma'lumot qiziqarli va kerak bo'lsa, albatta uni saqlab qo'yishingizni so'raymiz. To'g'ri o'rnatilish joyi podachaga emas, agar to'g'ri ishlashni desangiz, imенно obratkaga qo'yiladi. O'shanda bu qanday ishlaydi? Mana bu yerimiz podacha, bu yerimiz obratka. Bu liniyani yopib qo'yib, harorat yetib bo'lgandan keyin aytgancha kolbamizni albatta biz olib podachaga qo'yishimiz shart bo'ladi. Chunki bizga smesitel sifatida ishlatamiz, podacha bilan aralashtirish uchun. Ishlayotganda ikkita strelka belgilanadi. Bittasi bu tarafga suv oqimi ko'rsatilgan o'zida, bittasi bu tarafga ko'rsatilgan bo'ladi. Obratkaga qo'yilish sababi imенно mana shu liniyani yopadi. Agar podachada turganida bizda nasosni oldin yopib qo'yardi. Shuning uchun bu imенно obratkaga qo'yiladigan variant hisoblanadi. O'zini termostatik kallasi obratkani общий yopib, sekin aralashuv hosil qiladi shu konturda. Keyin yana harorat agar kamlik saviyaga tushsa, bu podachani ochadi, obratkani va bu yoqdan avtomatik tarzda suvni aralashtirib nasosimizga beradi. Nasos liniyasi tryoxodovoyda yana bir bor takrorlayman, hech qachon yopilib qolmashi kerak. Yopiladigan joy faqat podacha yopilish kerak yoki obratkadagi liniya yopilish kerak. Yana bir bor qaytarib o'tiraman. NR28 tryoxodovoyi imенно obratkaga qo'yiladi agar buni to'g'ri qo'yaman desangiz. Agar podachaga qo'yiladigan variantini oladigan bo'lsangiz, unga NR029 modelini ishlatasizlar. U imенно qanaqa ishlaydi? Podacha liniyaga qo'yayotganimizda tryoxodovoyi keyin nasos bo'ladi. U smesitel rejimida ishlaydi. Ya'ni o'zida birinchidan qulay tarafi, o'zida golovkasini ichida уже termostatический klapani bo'ladi va bu imенно podachani yopib qo'yib, bu kabi ishlashni davom etadi. Ya'ni podacha bilan obratkani aralashtirib ishlaydigan NR29 bo'ladi. NR28 to'g'ri ishlash uchun obratkaga qo'yasiz. Shuna gaplar, salomat bo'ling, siz bilan Nero Jamozov.